Yana bitta sizlar uchun original soat o'zini korobkasi, dokumenti va yarim yillik garantiyasi ham bo'ladi. Xo'p, bu brendimiz Xitoyga tegishli yangilik soatimiz bo'ladi. Narxi va ma'lumotini videoning oxirida aytib o'taman. Soatimiz ham Xitoy brendiga tegishli yangilik original soatimiz bo'ladi. Xo'p, soatimizni stilga tavsiya qiladigan bo'lsam, Oldmani stilga juda ham zo'r tushadi. Nega deganda korpuslari juda ham ingichka qilib ishlangan. Xo'p, bu soatimizning tashqi dizayni minimalizm bo'yicha ishlangan. Kojalari ham ichidagi siferblat rangiga juda ham zo'r kallab bo'lgan. Xo'p, soatda ingichkaligini ko'rsanglar bo'ladi, sezilarli darajada. Xo'p, bu soatimizning mexanizmi kvars bo'ladi. Bu soatda rimshogiga bitta e'tibor berasizlar. Qolgan Xitoy modellariga qaraganda ancha yaltirab va tiniq turibdi va sifatli qilib ishlangan. Orqa tarafida o'zini brendi nomlari ham yozilgan. Xo'p, bu soatimiz sotuvda 5 xil rangda mavjud va buni sizlar bemalol izohda yozilgan narxda yoki boshlang'ich to'lovsiz ham mayvashdan xarid qilsanglar bo'ladi. Hammanglarni kutamiz.